Yana jo'jalarimiz holati sog'lom. Kuzatuvchilar, yana vodiyaga keldim. Yana bugun 22-may, 26-27 sanalarga tayyor bo'ladi jo'jamiz. Xudo xolasa bu partiya faqat maxsus erkak hinduklar, makoni yo'q. Go'sht yo'nalishi uchun ajoyib hinduk jo'jalar. Chiqaverasizlar aloqa, bemalol jo'ja kerak bo'lsa, shu may oyining oxirini faqat go'sht yo'nalishi uchun bakib turgan hinduklarimiz. Mushtlari kesilgan, vaksinalari qilingan. Yana 3 kundan keyin Xorazmga olib ketamiz buni. Trassaga chiqib oladilar, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Buxoro, Navoiy viloyatlari. Qancha kerak bo'lsa zakaz beraverasiz.